Ma videomda qog'oz tanlashni aytib qo'yay. Mayli, mana o'xshash jumloq 5-chi, ya'ni toza qog'oz bo'lamdi va yoki og'zimizni, burnimizni, qo'limizni aytadigan bularning hammasi 4-chi tava. Ya'ni Uyg'urcha mana o'sha tortma qog'oz deb turay. Mush ikkisini ishlatgan vaqtimizda, tanlagan vaqtimizda nimalarga diqqat qilamiz degan deb turay. Ishlatgan vaqtimizda amal va bu ikkisini aralashtirib ishlatmoqlik. Chunki mana o'sha toza qog'ozning ijro o'lchimida 5-chiniki bakteriya umum soni 600 da ishib ketmesi kerak. Ma'lum o'xshash 3-chi tava, ya'ni tortma qog'ozga tava qog'ozlarda 200 da ishib ketmesi kerak. Ya'ni ma'lumki o'lchimi texim qattiqroq degan gap. Undan boshqa ma'lumdek toza qog'ozlarni yig'ilgan materiallarni pishiqlagandan keyin qayta ishlasin bo'ladi. Ya'ni siz ishlatib bo'lganmishda qog'oz, boshqa narsalarni pishiqlab, ishlab, yig'ilib akilib, pokizlab bo'lgandan keyin qaytamish qog'ozni ishlasimi yoki yuanshin mujani ishlatib ishlasimi bo'laverdi. Ma'lum o'xshash judinlarni bo'lsa, tortma qog'ozlarni cho'qim yig'ilgan materiallar ishlatishga bo'lmaydi. Yuanshin mujani ishlatish kerak. Hamda mushtariq farqi bor ikkisiniki ijro o'lcham nomerda. Shunga amal va ma'ni shu tozliq qilgan vaqtimizda ishlatganimiz yaxshi. Ma'ni shu og'zimizni, burnimizni surtganda ishlatgan yaxshi. Ham bularni tanlaganda nimalarga diqqat qilamiz deganda, bu ikkisiniki davlatning ijro o'lcham nomeri bor. 5-chiniki toza qog'ozdan bo'lsa, GBT, Arling ba Yawling deymiz. Undan boshqa 3 xil darajasi bor. Birisi HG pin deymiz. HG pinda 7 pin yaxshi, 7 pinda 7 pin yaxshi. Mushundan o'zinglar tanlab setib olsanglar bo'ldi. Undan keyin yuanliao degan yer qaranglar. Mana o'sha toza qog'ozlarniki. Yuanshin mujang ishlatgan bo'lsa, bu texim yaxshi. Agar 100% yuanshin mujang deb yozgan bo'lsa, u undan ham yaxshi. Hamda mana o'sha tortma qog'ozni tanlagan vaqtimizda 2 ijro o'lcham nomeri bor. Birisi GBT, Arling, Baling ba, yana birisi GBT, Yawujo, Chijo deymiz. Mana bu tozliq o'lcham nomeri. Mushi ikkisi birga yozilgan vaqtda buningga dal yuanshin mujang ishlatgan bo'ladi. Cho'qim buningda xotirjam bo'lsanglar bo'ladi. Mayatda men degandek, agar yuanliaosda mishniki tarkibida yuanshin mujang deb yozilgan bo'lsa, uningdan boshqa 100% yuanshin mujang deb yozilgan bo'lsa, texim yaxshi. Hamda bu ikkisi birga yozilmay, ba'zi korxonalarningki o'zininki korxona ijro o'lcham nomeri bo'ladi. Masalan, ba'zi oshxonalar kirgan bo'lsanglar, intayin bir qog'ozlar bor. Ağa vaqtlarda chang to'zanglarni ko'zanglar bilan ko'ra olasizlar. Hamda mushtaq bir qog'ozlarni balkim o'zining korxona ijro o'lcham nomeri bilan yozgan bo'lishi mumkin. Hamda yuanshin mujang ishlatmagan bo'lishi mumkin. Ashniki yuanliao degan yer qarab boqsanglar ham bo'ldi. Mushtaq qog'ozni burun yallig'i va do'stlar ishlatishdan intayin ehtiyot qiling. Amal va ishlatmanglar. Cho'qim ishlatmanglar. Bundan boshqa ma'lumda qog'ozning 3 xil daraja o'lchami bor. Birisi bayatdan o'xshashlar HG pin. Buningdan yo'dan pin yaxshi. Yo'dan pindan chawroshin yo'dan pin deb bor. U texim yaxshi. Burun yallig'i va do'stlarlab qolsa, chawroshin ishlasanglar texim yaxshiroq. Undan keyin ba'zi bir e'lon so'zlari qaraydigan bo'lsanglar, bolalarniki maxsus qog'ozi deb e'lon qilayotganini ko'rsizlar. Amaliyotda hozir bundaq o'lcham nomeri yo'q. Faqat bayatda men deb bergandek 2 xil o'lcham nomeri bor. Birisi toza qog'ozga, mana o'xshash jumla qog'oz. Yana birisi 3-chi, mana o'xshash qo'limizni, og'zimizni aytadigan tortma qog'ozlarga. Bolalarniki ayrim ijro o'lcham nomeri deb yo'q hozir. Bu faqatla shu korxonchi yoki savdogarlarniki qo'yib olgan ismi xolos. Bunaq narsaga bak ishinib ketmanglar. Agar bolalarning ijro o'lchami bor narsa bo'lsa, men aniq hammasini deb berib turib ma'lum. Qog'ozga nisbatan bunday o'lcham yo'q. Yana birisi bayatda men deb bergandek sansporlar bor o'g'a ahvol ostida. Davlatningki o'lchami yetib bozorlarga chiqqan ahvol ostida mayli seri qo'lamdi, mayli oq qo'lamdi, hammasi bexatar xotirjam ishlatsanglar bo'laverdi. Faqatla shuningki darajalari bor. O'zinglarningki iste'mol saviyasiga qarab turib tanlab setib olsanglar bo'ladi xolos. Qatmagan do'stlar bo'lsa qitilinglar. Bilganlar bani yana inkas rayonini yozib qo'yinglar. Shulardan tanlab eng ehtiyojli qilmish. Meni agashkirim eng ehtiyojli bo'lgan masalalarning hammasini bir-birlab deb beraman. Bu da filmni ko'rishlaymiz. 记得点赞关注哦。